Salom bolalar, sizlar bilan Ferzona. Bugungi videomizda qanaqa kontrga cheat o'rnatishni ko'rsataman. Buning uchun birinchi bo'lib Google ga kiramiz. Google ga kirgandan keyin qidiruv bo'limiga o'tamiz. Qidiruvdan SFG2 cheat deb yozamiz va qidiruv tugmasini bosamiz. Va Special Force Group 2 muddat money. Mana birinchida chiqqan, menimcha sizlarda boshqacha chiqadi. Ana bir kom mana birinchida chiqqan chiqishi kerak sizda. Uni bosasiz. Keyin o'zi avtomatически nima deydi? O'yinga o'tib ketadi mana. Ayni bir kom, ana bir kom. O'zi kiradi sizlarda ham tez. Mana kiradi. Keyin download tugmasini bosasiz. To'xtanglar. Sal pastroqqa o'tiramiz. Yo'q, pastroqda emas, menimcha. To'xtang. Yuqoriga o'tiramiz. Keyin download 349 degan megabaytni bosamiz. Keyin o'zi avtomatik o'zi sizlarni tepanglarda mana shu joyda undatib beradi. Qilib beradi, ya'ni undatib. Nima deydi? Yuklash anonsi paydo bo'lib qoladi. Keyin o'sha o'yinga kirasiz. Bu faqat bitta cheat, ya'ni ana bunaqa cheat emas. Uchish yoki nima deydi? Uchish, granatalarni vip qilish emas. Faqatgina pulni ko'paytirish cheat. Buni hozir sizlarga aniq-tiniq ko'rsatib beraman. Hozir kirib olsin. Mabutnoti ber, mabutnot. Mana kirib oladi. Mana shunaqa chiqadi. Siz New Game'dan oldin settingiz bo'limiga kirasiz, ya'ni настройка. Bu yerdan 10 botni 0 botga aylantiramiz. Kartni easy. Hech qayerga tekmaymiz. 700 so'mni esa 10 ming qilmang. Bo'ldi. Buni ko'paytirib qo'ysangiz, o'zingiz bilganingizcha qiling, lekin ana uni qilmang. Keyin xohlagan bitta zal tanlayman. House boshladik mana. Qo'yib oldim. Space bo'lamiz. Men buni настройка qildim, o'chib ketibdi, mayli. Tepadagi 700 so'mni ko'ryapsizlar. Hozir u 15 ming emas. Siz mana bu pistolet bo'limiga kirasiz va xohlagan bitta 700 so'mlik mana bunaqa pistolet sotib olasiz. Mana men nima deydi? Deagle sotib oldim. Pulni qaranglar, 15 ming bo'lib qoldi. Qolgan narsamizni olamiz. Buni ham olishimiz mumkin. Buni qaranglar bolalar, buni qaranglar. Bizda pul umuman cheksiz bo'lib qolgan, pul bo'limiga qaranglar-da. Umuman cheksiz bo'ldi. Yana sotib olsa bo'ladi hozir bir minut. Mana kirasizlar, mana bunaqalardan olganingizcha sotib olasizlar. Voy. Keyin bularni otasizlar xohlagancha, lekin bular bittalikka beriladi. Sizlarni esdan chiqarmanglar, faqat bu anonga. Nima deydi? Faqat bu pulga ishlaydi. Birinchi bo'lib siz mana bunaqa pistolet sotib oling. Keyin mana bunaqa narsalarni sotib olishda boshlaysiz.